Kabe Beytullahni yıqıvatgandan ig'ir. Agar bu gaping dengizga tushgan bo'lsa, dengizni bulg'utadi. İmam Qatada aytgandek, bizning qabrda uchraydigan qabr azobimizning 3dan biri g'ayvat sababli bo'ladi. Qolgan 3dan biri chiqimchilik sababli bo'ladi. Ya'ni bir odamning ayolining yomon gapini erga deyish, erining yomon gapini ayolga deyish orqali kishilarning orasiga dushmanlik sirish orqali bo'ladi. Qolgan 3ning biri boshqa gunohlarimiz sababli bo'ladi. Ya'ni qabr azobining ko'p sonliqini g'ayvat va chiqimchilik egallaydi. Bir kuni payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom Madina ko'chalarida ketib o'tib, bir qabristonlikning yonidan o'tdi va tomning qashdagi ikki qabrning ichida qattiq azob qilayotgan ikki kishining ohuzarlarini anglaydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom sahobalarga bu ikki kishi qattiq azoblanayotdi. Sizlar bu ikki kishi azoblangan ishni oddiy ish, kichik ish deb o'ylashinglar mumkin. Bala, hargiz undaq emas. Kan ahaduhuma la yastatiru min bawlihi. Bu ikkisining birisi kichik tahoratini saqlanmaydi. Ya'ni kichik tahorat qilinsa, tozaliqqa ahamiyat bermaydi, pokizlikka ahamiyat bermaydi. Va kana al-akhar yamshi bin namima. Yana birisi bo'lsa, ya'ni qabrda azoblanayotgan yana bir odam bo'lsa, kishilar orasida chiqimchilik qiladi. Yani erining yomon gapini ayolga deyish, ayolning yomon gapini eriga deyish, bir odamning yomon gapini yana bir odamga deyish orqali kishilar orasida dushmanlik va o'ch adovat salatdi. Shu sababli qabrda qattiq azoblanayotdi deydi. Chiqimchining hammasi g'aybatxo'r bo'ladi. Shunga payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom yana bir rivoyatda va ammal akhar fayu'azzabu fil g'ayba. Yana birisi, ya'ni qabr azoblanayotgan odamning yana birisi g'aybat sababli azoblanayotdi deydi. Demek bizning qabrimizda dahshatli azobga tortadigan, shundaqla qabr azobining ko'p sonliqini egallaydigan ish g'ayvat va chiqimchilik va shaxsiy tozaliqqa ahamiyat bermaslik. Ya'ni kichik tahoratdan saqlanmaslik. Nima uchun g'ayvat qabr azobining buncha ko'p sonliqiga sabab bo'ladi? Chunki g'ayvat va chiqimchilik bayada qarindoshlik bo'lmaydi. G'ayvat va chiqimchilik bayada ishonch bo'lmaydi. G'ayvat va chiqimchilik bayada inoqlik va huzur bo'lmaydi. Nurg'ulg'an oilalar g'ayvat va chiqimchilik sababli vayron bo'ladi. Nurg'ulg'an shirikchilik, do'stlik va qarindoshliklar g'ayvat va chiqimchilik sababli vayron bo'ladi. Shuning uchun Alloh taolo Qur'on Karimda vaylul likulli humazatil lumaza so'z va ish harakatlari orqali kishilarni ayblaguvchilar va g'ayvatini qiluvchilarga vaylun degan do'zax bo'lsin deydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom Mirojga chiqqan kechasi bir to'p kishilarni ko'rgan. U kishilarning tirnoqlarining hammasi mis. Shu mis tirnoqlar bilan badallarini tatilab, qattiq azoblanayotganligini ko'rgan. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom hayron qilib Jibril alayhisalomdan "Bular nima odamlar?" deb so'raydi. Jibril alayhisalom "Haula yagtabunan nas va yaqauna fi a'radihim." Ular kishilarning g'ayvatini qiladigan va kishilarning yuz obro'yiga tegadigan kishilar deydi. Ya'ni har qanday g'ayvat kishining yuz obro'yiga tegadi. Bir odamning yuz obro'yini to'kish Beytullahni yıqıvatgandan ig'ir gunoh. Shuning uchun ular barzax hayotida mis tirnoqlar bilan o'zlarini tatilab, dahshatli azobga duchor bo'ladi. Yana Alloh taolo Qur'on Karimda bizni g'ayvatdan ogohlantirib, "Va la yaghtab ba'dukum ba'da." Sizlarning biringlar yana biringlarning g'ayvatini qilmanglar. Ya'ni o'zaro birsi-biringlarning g'ayvatini qilmanglar. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumu. Sizlar o'lgan qarindishinglarning go'shtini yeyishni yoqtiramsizlar? Albatta uni yomon ko'rasizlar. Allohdan qo'rqinglar deb bizning g'ayvat qilishimizni qarindishimizning go'shtini yeganga o'xshatgan. Bu xil o'xshatish g'ayvatning naqadar qabih gunoh ekanligini ko'rsatadi. Shunga g'ayvat qabr azobining 3ning biriga sabab bo'ladi. G'ayvatxo'r qabrisda qabr azobini tatib bo'lgandan keyin qiyomat kuni Alloh taolo u odamning qishig'a g'ayvatini qilgan qarindishining go'shtini keltirdi va uningga kulhu maytan kama akaltahu hayya. Bu qarindishingning go'shtini tirik holatda yegayding, hamda mana o'lik holatda yegin deb buyruq qilindi. U odam uning go'shtini yegan hamon uning qalpuklari sangilab, qattiq azoblanda va vaqirab to'lab ketdi. G'ayvat qilguvchi qabrda va qiyomat kuni mana shundoq dahshatli azobni tatib bo'lgandan keyin qiyomat kuni jazo mukofot maydonida qanchalik yaxshiligi bo'lsa, qanchalik g'ayvat qilgan bo'lsa, g'ayvatni qilgan odamga shunchalik yo'tkiladi. Agar u g'ayvatxo'ning yaxshiligi bo'lmasa, g'ayvat qilinguvchining gunohini ustiga oladi. Ya'ni g'ayvat qilinguvchi hamma ahvolda mukofotini oladi. Ya g'ayvat qiluvchining savobini oladi, ya gunohini g'ayvat qiluvchiga yo'tkaydi. Shuning uchun bir odam g'ayvat qilmoqchi bo'lsa, onasining g'ayvatini qilsin, dadasining g'ayvatini qilsin. Bunda qilgan vaqtda qiyomat kuni yaxshiligi dadasi yoki onasi o'tadi, yoki yaxshiligi bo'lmasa, ularning gunohini ustiga oladi. Ba'zi qarindoshlarimiz g'ayvatning nima ekanligini aniq bilmagachga, o'zini men g'ayvat qilmadim deb o'ylab turib, yana g'ayvat qiladi. Sahabalardan Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom g'aybatning nima ekanligini bilamsizlar deb so'raydi. Sahabalar Allohning elchisi eng yaxshi bilguvchi deydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom g'aybatni tushuntirib, "Al-g'aybatu zikruka akhaka bima yukrih." G'aybat qarindishingning yomon ko'radigan bir ishini deyishingdir deydi. Demak, g'aybat garchi shu odamda shu illat bo'lsa-mu, u yo'q ya desak, u g'aybat bo'ladi.
Sahabalar Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'dan Resulullah agar biz degan ish u odamda bo'lsa deb so'raydi. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam agar sen degan ish u odamda bo'lsa, g'ayvat qilgan bo'lsa, agar sen degan ish u odamda bo'lmasa, sen tuhmat qilgan bo'lsa deydi. Yani bir adamın yaman gepi, eğer o adamda bu halatta biz o adam yok yer degan bo'lsak, bu g'ayvat bo'ladi. Agar yo'q ishni degan bo'lsak, bu g'ayvatdanmi eshib tuhmat ko'tadi. Shundaqla g'ayvat so'zlala bo'lmaydi. İşaret orqali yoki imo qilish orqali, ya'ni gap burtish orqali mı bo'ladi. Ba'zilar g'ayvat qilmaymiz deydi, ismini tilga olmaymiz deydi, ammo uning sifatlarini va uning ishorat qilgan ba'zi belgilarni deb qo'yib, uningdan uning yomon gapini qiladi. Bu o'xshashli g'ayvat. Bir kuni Hazreti Ayşe Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'a Peygamberimizin yana bir ayoli Safiyani bu paka deganga ishorat qilib, qo'lini manda shaklda ishorat qildi. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam Ayşe'ga, Ayşe sen şu tatta şundaq bir gap qildingki, agar bu gaping dengizga tushgan bo'lsa, dengizni bulg'ut etdi dedi. Demek Hazreti Ayşe fakat qo'lda ishorat qildi. Shu ishoratni Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam gap deb e'tibor oldi. Demek g'ayvat faqat gapdala bo'lmaydi. Uningga ishorat qilish, uningga imo qilish, gap burtish orqali bir odamning yomon ishi, yomon gapi o'tirib qo'yilgan bo'lsa, o'xshashli g'ayvat bo'ladi. G'ayvat qilmay g'ayvatni anglab turishmi g'ayvatga shirk bo'lganlik bo'ladi. Agar biz bu so'rovda g'ayvat qilinsa, gapni boshqa joyga burib o'tish kerak. Agar burib o'tolmaydigan holatda bo'lsak, u so'rindan chiroylicha ayrilishimiz kerak. Agar unda qilmay g'ayvatni tinchab bersak, g'ayvatga shirk bo'lgan bo'lamiz. Agar g'ayvatni tusalsak, unda qilmayli, qarindishimizning g'ayvatini qilmayli yoki bundaq gapni deyishmayli deb g'ayvatni to'sib qolsak, Alloh taolo u odamga yordamga eng ehtiyojli vaqtida cho'qim yordam beradi. Bu haqda Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam qandaq bir adam bir musulmonning yuz obro'yi to'kilayotgan, hurmati dafsanda qilinayotgan yerda uningga yordam bersa, ya'ni uning hurmatini qo'g'dilsa, yuz obro'yini himoya qilsa, Alloh taolo u odamga yordamga ehtiyojli vaqtida, ya'ni Allohning yordam berishini umid qilgan vaqtida uningga yordam beradi. Demek biz bir adamın yüz obro'yini qo'g'dab qalsak, Alloh taolo bizga cho'qim biz Allohning yordamiga eng ehtiyojli vaqtida bizga yordam beradi. Undan başqa Alloh taolo u odamni qiyomat kuni do'zax azobidan saqlash Allohning ustiga haq bo'ladi. Bu haqda Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam "Men zabba an lahmi akhihi bil maghiba kana ala Allohi haqqan ay yu'tiqahu minan nar." Bir odam qarindishining go'shtini yeyishdan to'sib qalsa, ya'ni uning g'ayvatini qilishdan to'sib qalsa, ya'ni boshqalar g'ayvat qilsa, g'ayvat qilmanglar deb uning yuz obro'yini qo'g'dab qalsa, Allohning ustiga u odamni do'zax azobidan saqlash haq bo'ladi deydi. Demak, g'ayvat va chaqimchilik bizning qabrda eng ko'p azob tortishimizga sabab bo'lgan bo'lsa, g'ayvat va chaqimchilikdan saqlanish bizni qabr azobidan saqlab qolmay, qiyomat kuni do'zax azobidan saqlaydi. Endi insonchilikda boshqalarning g'ayvatini qilib soldik. Bundan qandoq poklanamiz? Gunohimizni qandoq yuyimiz? Birinchidan, g'ayvat Allohga tavba qilmasimi, olgan tahoratlarimiz, o'qigan namozlarimiz uni yuydigan odatdagi gunoh emas. Ya'ni kichik gunoh emas. Ya'ni g'ayvat cho'ng gunoh. Cho'ng gunohni yuyish uchun tavba ketadi. Shuning uchun birinchi qilib Allohga tavba qilamiz. Ikkinchi qatim takrorlamaymiz. Ikkinchidan, g'ayvatini qilgan odam uchun Allohdan afu tilaymiz. Ya'ni kechirim tilaymiz. Bu haqda Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam "Kaffaratu man yagtabtahu an tastaghfira lahu" deydi. Ya'ni sen uning g'ayvatini qilgan odamning kafareti. Ya'ni sen bir odamning g'ayvatini qilgan bo'lsang, u gunohning kafareti, ya'ni u gunohni yuyishning usuli an tastaghfira lahu. Uning uchun Allohdan kechirim tilash, afu tilash, istig'for aytish deydi. Ya'ni biz g'ayvatini qilgan odamning Allohga duo qilgan vaqtimizda, "Ey Alloh, men paloning g'ayvatini qilib qoldim. Uning gunohini kechir, nuqsonlarini afu qil" deb uning uchun mag'firat tilash bizning qilgan g'ayvatimizning gunohini yuydi. Uchinchisi, agar biz g'ayvatini qilgan odamning qashig'iga berib, "Men sizning g'ayvatingizni qilib qoldim, rozi bo'ling" desak, munosabatimiz buzilmaydigan, uning ko'ngli kelmaydigan holatda bo'lsa, uning qashig'iga berib, uningdan halollik olamiz. Agar munosabat buziladigan, uning ko'ngli keladigan, bunda holatda bo'lib qolsa, uningdan bevosita halollik olmay, uning uchun duo qilsak, uning uchun Allohdan mag'firat tilasak kifoya. Bu orqali biz g'ayvat qilgan gunohimizni yuya olamizda, qabr azobining ko'p qismidan qutula olamiz. Bizni qabr azobining ko'p qismiga mubtalo qiladigan g'ayvat va chaqimchilikning keyniga uyushtirilgan bir qancha omillar bor. Biz bu omillarni tushunib, uni hal qilgan vaqtimizda o'zimizdagi g'ayvatdan iborat bu illatni tubdan yo'qota olamiz. Agar biz g'ayvatning keyindagi omillarni tepib chiqib, uni tubdan yo'qotmasak, bizdagi g'ayvat illati tubdan yo'qolmaydi. Chaqimchilik bilan g'ayvatning o'rtasida qanday farq bor? Chaqimchilikning hammasining ichida g'ayvat bo'ladi. Ya'ni bir odamning yomon gapini, shundaqla dushmanlashishga sabab bo'lgan gapini bir odamga desak, bu ham g'ayvat bo'ladi, ham chaqimchilik bo'ladi. Ammo g'ayvatning hammasi chaqimchilik bo'lmasligi mumkin. Ya'ni chaqimchilikda cho'qim dushmanlik selish, o'ch adovat selish maqsad qilingan bo'ladi. Ammo g'ayvatda dushmanlik selish ba'zida maqsad qilingan bo'ladi, ba'zida maqsad qilinmagan bo'ladi. Bu qalbdagi ba'zi kasalliklar sababli bo'ladi. Ya'ni g'ayvatning va chaqimchilikning keyniga yushirilgan ba'zi illat va marazlar bor. Shuning uchun biz
g'ayvatdan tüptün qutulmayız deydi ekanmiz. G'ayvatga sabab bo'lgan, g'ayvatga turtki bo'lgan keyindagi omillarni bilishimiz kerak. Keyindagi omillarni bilib, uni hal qilgan vaqtimizda biz g'ayvatdan tüptün qutula olamiz. G'ayvatning keyinda qanday omillar bor, qanday sabablar bor, biz buni keyingi darsimizda to'xtalamiz. Bu haqdagi tafsilotlar qiziqsanglar, diqqatinglar kelarki darsimizda bo'lsin. Biz kelarki darsimizda g'ayvatning omillari, ya'ni sabablari, bizni g'ayvat qilishga undaydigan omillarni tepib chiqamiz va uning hal qilish choralarini tepib chiqish orqali o'zimizning g'ayvatni yo'qotamiz inshaalloh.